Assalomu alaykum. Yana men. Tak, bu rasmda bu videomizda nima haqida gaplashamiz? Bu videomizda traxeyaning qismlari, bronx, mediastinum haqida gaplashamiz bu videomizda. Xo'sh, bu traxeya nima? Traxeya biz bilib turibmiz, nafas olish tizimining bir qismi hisoblanadi. Ya'ni biz nafas oladigan bo'lsak, bu nima? Burun bo'shlig'i. Burun bo'shlig'ida nima kiradi? Pharynx, halqum. Halqumdan keyin nima keladi? Halqumdan keyin traxeyaga o'tib ketadi, to'g'rimi? Traxeya va biz o'ylagan narsa. Traxeyadan keyin bizga bronxlar paydo bo'ladi. Traxeya ikkiga bo'linib, bronxlar hosil qiladi. Bronxlar o'z navbatida bronxiola, terminal bronxiola, respirator bronxiola, alveolar bronxiollar va alveola bilan tugab, nafas olishdagi havoni o'sha yerga olib boradi va nafas olish jarayoni o'sha yerda bo'ladi. Ya'ni kislorodni berib, karbon dioksid olib qaytadi. Xo'sh, endi bizda traxeyani aytib o'tadigan bo'lsak, bu nima? Traxeyaning qismlaridan iborat bo'lsak, ya'ni traxeya bizda bo'ladi 6-bo'yin umurtqaning darajasidan boshlanib 4-T, ya'ni ko'krak umurtqasining 5-larigacha davom etadi. 4-5larda davom etadi. Endi bu traxeyaning qismlari bor, ya'ni pars cervicalis traxeya bo'yin qismida, pars thoracica traxeya ko'krak qismi, carina traxeya ya'ni traxeyaning yoyma joyi. Mana shularga to'g'ri keladi. Shu joylarga. Bifurkatsiya traxeya. Bifurkatsiya nima degani? Bifurkatsiya degani ikkiga bo'lingan joyi. Ya'ni mana bu ikkiga bo'lingan joyi bizdagi bifurkatsiya deyiladi. Endi bizda traxeyaning tog'aylari bo'ladi. Qismlar haqida gaplashamiz endi bu yerda. Ya'ni nima bo'ladi? Traxeyaning tog'ayi bor. Traxeya tog'aylari yoki cartilaginous trachealis. Nima degani bu? Mana bu rasmni ko'rib turibmiz. Bu tog'ay. Yarim oy simon tog'ay. Bu rasmni ko'rib turibmiz, oxiri yopilmagan. Yarim oy. Rasmni chizgandek, mana to'liq yopilmagan bo'ladi, yarim oy simon bo'ladi. Birinchisi to'liq bo'ladi, keyin qolganlari yarim oy simon bo'lib ketadi. Bu tog'ay. Tushunarli? Traxeya tog'ayi bitta ketdi. Ikkinchisi ligamenta annularia. Nima degani? Halqasimon boylam. Halqasimon rasmni ko'rib turibmiz qayerda? Mana ligamenta annularia. Nima bo'ladi bu? Ya'ni mana bu boyagi yuqoridagi halqasimon tog'aylarni bir-biri bilan bog'lab turuvchi, o'rab turuvchi o'shaqa ligament, ya'ni boylam. Bu rasmni ham ko'rib turibmiz. Mana orasidagi halqasimon traxeya tog'ayin orasidagi narsa joylashgan boylam. Ikkita ketdi. Pars membranosus, ya'ni orqa devori yoki membranali devori deyiladi. Bu mana bu joy. Ko'rib turibmiz. Bu joyda mushak joylashgan bo'ladi. Ya'ni buning ahamiyati, biz agar kuchli nafas bilan chiqarmoqchi bo'lsak havoni, bu qisqaradi. Mana bu traxeya tog'aylari bir-biriga yaqinlashib, traxeyaning ichidagi yo'l qisqaradi. Shunda havo nafor bilan, bosim bilan tashqariga chiqadi. Nimadir tushib ketsa, biz deb yo'talamiz. O'sha vaqtda mana shu pars membrana qavatidagi orqa devorda qisqarib, torayib va bosim bilan
narsani tashqariga chiqarib yuboramiz. Tushunarli? Keyingisi 3ta bo'ldi. Mukoza. Traxeyaning shilliq qavati. U yana qayer? Mana ichki tarafda joylashgan. Tunika, mukoza, traxeya deyiladi bo'lsa. Endi shilliq bo'shliqlar, o'tda epiteliylar, uni keyinchalik o'tamiz. Tunika adventitsiya, ya'ni tashqi biriktiruvchi to'qima. Tushunarli? Bildik-a? Shu narsalarni aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yana bitta ma'lumot, ya'ni traxeya tog'oylari bizda 16-20 ta atrofida bo'ladi. Keyingi slaydimiz bronx. Bronx bu traxeyaning davomi hisoblanib, ikkita chap va o'ng asosiy bronxlarga bo'linadi. Chap va o'ng asosiy bronxlarga. Endi o'ng tarafimiz ko'rib turibmiz, ya'ni bu taraf ko'rib turibmiz. O'ng bronximiz chap bronxga qaraganda kengroq, kattaroq. Yana nima? Vertikalroq, to'g'ri tushgan, to'g'rimi? Bu gorizontalroq, bu to'g'ri tushgan. Shuning hisobiga biz agar yegan qanaqadir nafas yo'limizga yod modda tushadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan u o'ng bronxga qarab tushib ketadi. Sababi o'ng bronx keng, kattaroq va vertikalroq. Endi bildik-a? Chap bronx kichikroq, gorizontalroq. Ikkita bronx qayerda hosil bo'ladi? Biroq traxeyaning bifurkatsiya bo'lgan joyida ikkita bronx hosil bo'ladi. Endi ikkita bronx o'z navbatida yana ikkilamchi bronxlarga ajraladi. Birlamchi bronx ikkita bronx hosil bo'ldi, ikkilamchi bronx yana undan-da ko'p bronx hosil bo'ladi va uchlamchi bronxlar bor bo'ladi. Hozir ikkilamchi bronxda o'ng tarafda 3 ta, chap tarafda 2 ta bronxga ajraladi. Chap tarafimiz aniq ko'rinib turibdi mana. 2 ta bronxga. O'ng tarafimiz mana bitta. Mana bu joyimiz 2-chi. Bu joyimiz 3-chi. 3 ta bo'lakka bo'linadi. Bronxi labars deyiladi. Eshitgan bo'lsak, labarniya pnevmoniya deymiz. Ya bo'lmasam bronxi pnevmoniya degan terminlar kelib chiqadi. Yana nima bo'ladi? Mana shu navbatda o'z navbatida mana 3 ta, chap tarafda 3 ta ikkilamchi bronxga bo'lingan joyda chap tarafda 2 ta, o'ng tarafda 3 ta. Shuni o'z navbatida o'pkamiz ham chap tarafda 2 ta, o'ng tarafda 3 ta bo'lakka bo'linadi. Har bir mana bu bo'lingan joy bitta o'pkaning bir bo'lagini hisoblanadi. Shunda o'ng tarafda 3 ta, chap tarafda 2 ta. Tushunarli? Juda ham yaxshi. Bu ikkilamchi bo'linish bo'ldi. Yana bir marta bo'ladi. Bu bronxlar yana bir marta shunaqa bo'linadi. U uchlamchi bo'linish deyiladi. Mana bu ko'rib turgan bo'lsak, birinchi o'ng o'pkaning yuqori qismi, bu yuqori qismi deyiladi. Mana o'pka o'tga o'sha yerdagi ikkilamchi bo'linishdan hosil bo'lgan bronx yana bo'linadi. Yana 5 ta, 3 taga bo'linadi. Ko'rib turibmizmi? Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi yana bo'linadi. Uchlamchi bo'linish deyiladi. Undan keyin xuddi shunaqa pastdagi, o'rtadagi bo'lakda ham, pastdagi bo'lakda ham, chap tarafimizdagi yuqori bo'lak, pastki bo'laklarda ham xuddi shunaqa uchlamchi bo'lak bo'linadi. Va umumiy hisobda chap tarafimizda 10 ta, o'ng tarafimizda 10 ta bo'laklar hosil bo'ladi.
ya'ni uchlamchi bo'lakdan keyin hosil bo'lgan, uchlamchi bo'linishdan keyin desak ham to'g'ri bo'ladi. Uchlamchi bo'linish. Birlamchi bo'linishda ikkita bron hosil bo'ldi. Ikkilamchi bo'linishda o'ng tarafimizda 3 taga bo'lindi, chap tarafimiz 2 taga bo'lindi. Uchlamchi bo'linishda ikkita tarafimiz ham 10 ta bo'lakchalarga bo'lindi. Bronxlarga bo'lindi desak ham bo'ladi. Undan keyin dal davom etadigan bo'lsak, biz uni yana o'tamiz. Bronxiola, terminal bronxiola, respirator bronxiola, alveolar yo'llar, alveolar xaltacha va alveolalar o'pka alveolasiga davom etadi.